Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun qiziqarli demak holat bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Bemorimiz Qashqadaryo viloyatidan murojaat qilib kelishgan 12 kun oldin. Qisqacha qilib tushuntirganda 1 yil oldin bular ich qotishi bo'yicha shikoyat qilib borgan, boshqa klinikada operatsiya o'tkazilgan. Operatsiya kesma bilan, ya'ni qorin katta kesilib, ichaklar yo'g'onchik butkul olib tashlanib, stoma chiqarilgan. Stoma, ingichka ichakdan stoma chiqarib tashqarida 1 yil yurgan. To'g'rimi? 1 yildan keyin mana kelishyapti yana endi bu stomani qaytadan joyiga qo'ydirish uchun, lekin qorinda juda kesma katta bo'lgani uchun chandiqli jarayon juda kuchli bo'ldi. Shikoyatingiz? Rahmat hammalaringizga. Shu klinikaga kelishlaringizni tavsiya qilaman. Kesmasdan, ortmasdan operatsiya qiladigan martabalar bo'lsin. Doim duo qilamiz. Siz dardmanlarni dardiga shifo berganlar uchun hammalarini mehribonliklari uchun. Yurtimiz Yerdan Usmonovich operatsiya jarayonidan qisqacha tushuntirib o'tib ketasiz. Demak, 8 kun oldin bu yerda laparotomiyadan keyin laparoskopik kirib olishimizga uddaladik. Kirib olgandan keyin ichkarida juda kuchli bitishmalar bor, anaqalar ichida, ingichka ichaklar ichida va yo'g'on ichak ozginagina qolgan. Bu yerda примерно 10 cm yoki 12 cm qolgan. Shu gapgacha yetib olishim qiyin. No, xudoga shukr, mana laparoskopik usulda qilib oldik. O'sha ichakni, ingichka ichakni shu yerga olib borib oldik. O'sha ulatdik. Mana bu 9-kun. 9-kun operatsiyadan keyin bir haftacha naychalarni yurdi. Naychalar ham xudo xolasa hamma narsa ishlab ketgandan keyin olib tashladik. Hozir mana hammasi. Operatsiyadan keyin holat qanaqa bo'ldi? Ozgina qiyinchilik bo'ldi, ichaklar ishlab ketgan. Chandiqli jarayondan keyin juda qiyin bo'ladi, ingichka ichaklar. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz sahho bo'lsin. Mana shunday vrachlarimiz doimo ko'payib, bizlarni dardimizga shifo berib tursin. Biz Allohga shukr, mana shunday qanday holatda kelgan edik. Mana qizim eson-omon, sog'-salomat, yaxshi bo'lib, oilasiga qaytmoqda. Bu yerdagi barcha insonlarga to oddiy orastabondan tortib oshpaz va shu joyda klinikani rahbarlarigacha hammasiga katta rahmat. Sog' omon bo'linglar, oilalaringiz tinch bo'lsin. Bizga katta yordam qildi, katta chegirmalar qilib berdi. Rahmat sizlarga, omon bo'linglar. Sog' salomatlikda ko'rishaylik. Rahmat, sog' bo'ling, xursandmiz. Og'ir holatdan chiqarib olganimizga, holatingiz yaxshi bo'lganiga, hozir mustaqil kelyapti, ichingiz. Strogov, bezdorilar hammasi yaxshi. Xudo Qashqadaryoga olgan. Aloqada bo'lib turadi. Albatta nazorat qilib turasiz, qayta ko'rikka kelib turasiz. Bu oylarda Demak, hammaga rahmat. Agarda kimda bitishmali kasalliklar bo'lsa, qorin ichida, agarda kimda ich qoda, qabziyat juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Bu operatsiya hozir juda yo'lga qo'yilgan, unaqa qimmat emas birinchidan va unaqa qiyin emas. Bemorlar oylab, yillab qiynaladi. Kesmalarsiz operatsiyalar qilinadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, hammaga sog' salomatlik tilaymiz. Qanaqadir shikoyatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, klinikamizga yordam beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.